Ana va kafil yatimi fil jannati hakaza va ashara bis sababati wal wusta va farraja baynahuma shay'an dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Men va yetimni kafilga oluvchi odam jannatda mana shunday bo'lamiz dedilar. Bosh barmog'i bilan ko'rsatkich barmog'i bilan o'rta barmoqni ikkalasini yonma-yon qildilarda, o'rtasini ozroq ochdilar. Mana shunday yonma-yon turamiz dedilar jannatda. Bu kichik gap emas bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men bilan birga bo'ladi deyaptilar. Birodarlar, agar bitta yetimni olib shunga qarab turishlik shunchalik katta maqom bo'ladigan bo'lsa, hamma odam qo'ldan kelsa qilardi. Yetim u. Uni urushib, so'kib yurmaydi odam hech kim. Agar aqli bo'lsa, ko'cha-ko'yda ko'rib qolsa ham unga yaxshilik bilan muomala qiladi. Agar eng ulug' ish qilaman desa, uni uyiga olib kelib qaramog'iga olish kerak. Qaramog'iga olgan yetim haqiqiy eng yaxshi ulug' ne'matlar bo'ladi. Faraz qiling, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga jannatda yonma-yon tursa-ya, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan kim ham yonma-yon turardi? Kim birga bo'lardi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana aytdilarki, man domma yatiman lahu aw li ghayrihi hatta yughniyahullohu anhu wajabat lahul jannah. Kim o'ziga bir yetimni qo'shib olsa, qaramog'iga olsa, o'zini yetimi bo'lsa, ya'ni akasini yoki ukasini yoki pochchasi, tog'asi, amakisi, shunday yaqin odamlarini yetimi bo'lsa, bir kishini bir ukasi yoki akasi vafot etib qoldi. Uni bolalari bor edi. O'ziga qarashdi. Ana shunday yetimga qarasa yoki boshqa begona odam yetimi bo'lsa ham qarasa, hatto Alloh undan behojat qiladigan bo'lsa, ya'ni behojat degani yetimni undan behojat qilsa, ya'ni yetim kattarib, kuchga to'lib, ish qiladigan bo'lib, o'zini eplab ketadigan bo'lsa, unga jannat vojib bo'ldi dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Vajabat lahul jannah. Jannat vojib bo'ladi demadilar. Vojib bo'ldi dedilar. Kim agar yetimni katta qilib, yoshligidan olib katta qilib o'z hojatini topadigan darajada qilib yuborsa, undan keyin ehtiyot bo'lish kerak. Har xil gaplarni gapirib qo'ymay bunga deb. O'zini qaramog'ida bo'lganda xohlagancha gapiraveradi. Qaramog'idan chiqargandan keyin unga yaxshi muomalada bo'lish kerak. Shunda unga jannatni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vojib qilganlar. Vojib bo'ldi dedilar. Vojib bo'ladi demadilar.